Bu joy zamonaviy ilmiy-texnologik markaz, ijobiy energetika va hayotiy kuch hadya etadigan, yaxshilikka burkanadigan joydir. Bu innovatsiya kompleksi bo'lib, unda tadqiqotlar o'tkaziladi va mahsulotlar ishlab chiqiladi. Bu yerda ishlab chiqarish korpuslari joylashgan, mehmonxonalar va ko'rgazmalar, turizm va elektron tijorat ishlab turadi. Bu yerda sog'liqni saqlash sohasida qudratli milliy brend bo'lish orzusi yashiringan. Bu xalqaro biznes va xalqaro turizmlarni rivojlantirish uchun platforma hisoblanadigan Tianshi xalqaro industrial parkidir. Tianshi korporatsiyasining faoliyatini tushunish uchun eng yaxshi joy bu Tianshi muzeyi. Aslida Tianshining rivojlanish tarixi bu janob Li Dianning Tinimsiz hayot, to'xtovsiz kurash kitobida bayon etilgan tadbirkorlik tarixidir. Tianshi korporatsiyasiga 1995-yilda asos solingan va u 1997-yilda xorij bozorlariga chiqqan. Hozirgi vaqtda Tianshi xalqaro korporatsiyasi o'z biznesini jahonning 190 ta mamlakatida rivojlantirmoqda. 110 ta mamlakatda va mintaqada filiallari tashkil etilgan. Ularda 10 mingdan ortiq xodim ishlaydi va ular 46 milliondan ortiq iste'molchi oilaga xizmat ko'rsatadi. Tianshi korporatsiyasi investitsiyalarining umumiy hajmi 7 milliard Xitoy yuanidan ortiq bo'lgan xalqaro industrial parkini va investitsiyalarning umumiy hajmi 17 milliard Xitoy yuanidan iborat bo'lgan Tianshi institutini qurdi. Shu bilan birga Tianshi kompaniyasi oliy saxovat, kamtarinlik va raqobatsizlik tamoyiliga tayangan holda bugungi kunda 3 milliarddan ortiq Xitoy yuanini ijtimoiy ta'minot va xayriya ishlariga sarfladi. Tianshi korporatsiyasi ilmiy tadqiqotlar va ishlamalarni asos qilib olib, xalqaro standartlarga rioya qilgan holda yuqori sifatli juda katta resurslarni to'playdi. Tabiiy xomashyodan kvintessensiya, konsentrlangan ekstrakt ajratib oladi va butun dunyodagi iste'molchilarga sof va xavfsiz mahsulotlarni taqdim etadi. Maydoni 6000 kvadrat metrni, umumiy investitsiya hajmi esa 80 million Xitoy yuanini tashkil etadigan Tianshi Vitalogiya ilmiy tadqiqoti institutida sog'lomlashtiruvchi mahsulot va uskunalar, uy uchun tovarlar, terini parvarishlash uchun mahsulotlarni ishlab chiqishga ixtisoslashgan tadqiqotlar markazi ishlaydi. Hozirgi vaqtda bu mahsulot ko'plab mamlakatlarda patentlar va muvofiqlik sertifikatlariga ega. 2005-yilda tashkil etilgan fan nomzodlari va undan yuqori ilmiy darajalar uchun ish stansiyasi va 2018-yilda tashkil etilgan akademiklar uchun ish stansiyasi Tianshi kompaniyasi ishlab chiqadigan asosiy texnologik innovatsiyalar uchun kuchli intilishni ta'minlaydi. Tianshi xalqaro industrial parkining ishlab chiqarish bazasi jahondagi eng ilg'or ishlab chiqarishlarning tajribasini o'rganadi. Dizaynning zamonaviy konsepsiyalarini qo'llaydi va to'liq avtomatlashtirilgan ishlab chiqarish uskunalarini joriy etadi. Tianshi industrial parki sexlarni, texnologik jarayonlarni loyihalash, uskunalarni konfiguratsiya qilish, atrof muhitni muhofazalash va energiyani tejash nuqtai nazaridan xalqaro darajaga yetdi. Tianshi korporatsiyasi ilg'or texnologiyalarni joriy qilib, xalqaro standartlarga mos, yuqori sifatli mahsulot ishlab chiqarishni kafolatlash uchun ishlab chiqarish uskunalarini ishlab chiqaradigan butun dunyodagi mashhur yetkazib beruvchilar bilan strategik hamkorlik munosabatlarini o'rnatdi. Tianshi xalqaro industrial parki asosiy ishlab chiqarish bazasining ishini yaxshilash bilan bir qatorda kompaniya Vietnam va Efiopiyada ishlab chiqarish bazalarini qurdi. Jahonning 33 dan ortiq mamlakatida joylashgan OEM, ODM zavodlari va taqsimlovchi logistika markazlari ularni to'ldiradi. Ko'plab mamlakatlarda mahalliy, noyob eksklyuziv mahsulotlar sotib olinadi va butun jahon bo'ylab turli mamlakatlarga yetkazib beriladi. Bu bilan mahsulotni transchegaraviy sotib olish va yetkazib berishlarning global tizimi yaratiladi. Tianshi korporatsiyasi o'z faoliyatida sifatni boshqarishning xalqaro standart tizimini qo'llaydi va xatarlarni va jiddiy kritik nazorat nuqtalarini tahlil qilish tizimini sertifikatlashdan o'tdi. Kompaniya mahsulotlari sifatni nazorat qilish tizimining sertifikati, oziq-ovqat mahsulotlarining xavfsizligini nazorat qilish tizimi sertifikati, laboratoriyalarni nazorat qilish tizimi sertifikatlarini oldi. Bundan tashqari Tianshi korporatsiyasi Indoneziya va Malayziyaning halal sertifikatlarini rasmiylashtirdi. Kompaniya GMP sog'lomlashtiruvchi mahsulot ishlab chiqarishning tegishli amaliyoti talablariga mos keladi. Mahsulot AQSh FDA standarti, ES sifat standarti, Yaponiya sog'liqni saqlash va ijtimoiy ta'minot vazirligining standartlariga muvofiqligini sertifikatlashdan o'tdi va atrof muhitni ekologik muhofazalash talablariga javob beradi. Shuningdek, jahonning ko'plab mamlakatlari milliy bozorlariga chiqishga ruxsat oldi. Kompaniya All Legend mehmonxonasi va Taiji Shen gospitalining qurilishiga investitsiya kiritdi.
All Legend mehmonxonasi Tianshi xalqaro industrial parki hududida joylashgan. Bu Tianshi boshqaruvidagi juda ulkan konferensiya mehmonxona bo'lib, yashash, konferensiya va banketlar tashkil etish, catering xizmatlarini ko'rsatadi. Bu yerda 1,5 mingdan ortiq nomer bo'lib, ularda bir vaqtning o'zida 4,5 ming kishini joylashtirish mumkin. Kompleks o'z ichiga 5 yulduzli hashamatli Hot Spring mehmonxonasi, 4 yulduzli All Legend International mehmonxonasini oladi. U zamonaviy uskunalar bilan jihozlangan va yirik miqyosdagi konferensiyalar, amaliy tadbirlar o'tkazish, turistlarni joylashtirish, ko'ngilochar tomoshalar va dam olish uchun eng yaxshi tanlov hisoblanadi. Xalqaro konferensiya markazi va banket markazi bir vaqtning o'zida 7000 kishini qabul qila oladi. Ularga faoliyatning har xil turlari uchun shart-sharoit yaratib berishni ta'minlaydi. Taijisheng gospitalining binolari maydoni 28 ming kvadrat metr. Bu yuqori klassli tibbiyot muassasasi va salomatlikni boshqarish markazi. Bu ikkinchi darajali universal gospital bo'lib, unda an'anaviy Xitoy tibbiyoti tamoyillari va G'arb tibbiyotining ilg'or tajribasi asosidagi davolash konsepsiyasi taqdim etiladi. Gospital eng ilg'or tibbiy uskunalar bilan jihozlangan. Taijishengga maslahatchilar sifatida tibbiyotning turli sohalarida boy klinika tajribasiga ega bo'lgan mutaxassislar taklif etilgan. Bu esa tashxislash va davolash darajasining zamonaviy davrdagi eng ilg'orlardan biri bo'lishini ta'minlaydi. Taijisheng salomatlikni boshqarish xalqaro markazi tashxislash, salomatlikni boshqarish, yoshartirish dasturlari, Xitoy an'anaviy tibbiyoti bo'yicha salomatlikni saqlash dasturlari bo'yicha noyob eksklyuziv xizmatlarni, shaxsiy vrach xizmatlarini va boshqa ko'plab xizmatlarni ko'rsatadi. Tianshi korporatsiyasi sanoat yordamida mamlakatga xizmat qilish va mamlakatni ta'lim yordamida kuchli qilishga ishonadi. 1999-yilda Xitoy Xalq Respublikasi ta'lim vazirligi Tianjin shahrining ta'lim bo'yicha munisipal komissiyasi so'rovini ma'qulladi va Tianshi kollejiga kunduzgi umumta'lim bo'yicha oliy ta'lim muassasasi maqomini berdi. Tianshi institutining maydoni 3,2 kvadrat kilometr, binolar maydoni esa 2,1 million kvadrat metrni tashkil etadi. Bu yerda 42600 talaba o'qishi mumkin. Hozirgi vaqtda kunduzgi bo'limda 10 mingga yaqin talaba ta'lim olmoqda. O'quv muassasasida ko'plab mutaxassisliklar, shu jumladan innovatsion va ko'p qirrali amaliy iste'dodni rivojlantirishga yo'naltirilgan tibbiyot, iqtisodiyot, menejment, adabiyot, san'at va boshqa sohalar bo'yicha mutaxassisliklar ochilgan. Hozirgi vaqtda Kunishan'da hamkorlik loyihasi, shuningdek Daniyaning Punch Shape kompaniyasi va Pekinning Huazhun Yichi kompaniyasi o'rtasida 2020-yilda boshlangan hamkorlik loyihasi faol olib borilmoqda. Bu loyiha tufayli intellektual protezlarning maxsus klassini ishlab chiqarish korxonasi ishga tushirildi va akademik xodimlar uchun martaba va ishga joylashish yo'llari ochildi. Institut bitiruvchilari yuqori sifatli tish protezlari jahon industriyasida yuqori haq to'lanadigan ish topish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Institut xalqaro hamkorlikni qadrlaydi va butun jahondagi mashhur universitetlarni rivojlantirish konsepsiyasiga tayanadi. O'zining noyob yuqori darajadagi va xalqaro nufuzi tufayli institut Janubiy Florida universiteti, Nyu-Jersidagi Rutgers universiteti va yana butun dunyodagi mashhur boshqa 20 ta universitet bilan uzoq muddatli hamkorlik munosabatlarini o'rnatdi. Tianshi bu shon-sharaf va iftixor, bu keng dunyoqarash. Tianshi o'z hamkorlarining faxri. Tianshi orzusi butun dunyodagi hamkorlar bilan hamkorlik qilish. Kelajakda Tianshi korporatsiyasi umumiy farovonlik va rivojlanish uchun yagona biznes, ko'plab qanotlar, yangi strategiyasi, yangi marketing, yangi elektron tijorat, yangi o'qitish, yangi turizm, yangi mehmonxona biznesi va yangi ommaviy axborot vositalariga tayanadi. Muhabbatni his qilish, muhabbatni yaratish, muhabbatni berish. Biz butun dunyo bo'ylab biznesni rivojlantiramiz. Barcha hamkorlarni ulkan alyansga birlashtiramiz. Sizning muvaffaqiyatingiz bu umumiy muvaffaqiyatimizning garovi.